O'rtoqlar, Qarshi shahar Chorgumbaz mahallasiga kelganmiz. Chorgumbaz mahallasida 6 sotiqli mana shunday joyimiz sotuvga chiqyapti. Bu ko'cha emas, narigi ko'chada bitta hovlini reklama qilganmiz. 150 ming dollar deb turgan joyda bu uyga qarang, fundamentlarini dahshat qilib qo'yibdi. Ko'rishlar mumkin. Padushlari bilan qilgan, padushdan keyin fundamentlarni qilgan, 1 metrdan balandroq. Bu tarafda esa yana bitta hozir ko'rsataman. Podvallari bilan qurib qo'ygan, mana ko'rishlaringiz mumkin podvallari. Proyektlarini chiroyli qilib tashlagan, xohlagandek quraman deganlarga bemalol mana shu yerni tavsiya qilsangiz bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda darvozaxonamiz ham kengina bo'ladi. Bunday qasiga uy quraman degan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Chiroyli qilib, xona qilib, bo'lib chiroyli qilib fundamentlarni oxirigacha zakonni qilib tashlagan ekan. Bu yerda podval bir, mana shu yerimiz sotuvda. Narxi keladigan bo'lsak, narxini 400 million deb turgan joyda 365 millionga gaplashib qo'ydik. Kelib bos yaradigan joy, keyin gaz, suv, svetda bu yerda muammo yo'q. Hamma narsasi yaxshi holatda.